Taniqli xonanda, O'zbekiston xalq artisti Ravshan Komilov haqida hozirgina noxush xabarlar e'lon qilindi. Batafsil videoda bilib olishingiz mumkin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbek shou biznes olamining yorqin vakili, taniqli xonanda, O'zbekiston xalq artisti Ravshan Komilov Energetika vazirligiga murojaat bilan chiqdi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoga Energetika vazirligi izoh berdi. Ijtimoiy tarmoqlarda xonanda Ravshan Komilov uyiga quyosh panellari o'rnatganligi, ammo elektr tarmoqlari xodimlarni o'rnatilgan tartibda ishlab chiqarilgan elektr energiyasini sotish uchun tarmoqqa ulab berilmaganligi to'g'risida video murojaat tarqaldi. Ma'lumotga ko'ra, xonanda tarmoqqa ulash bo'yicha soliq ilovasi orqali o'rnatilgan tartibda ariza qoldirmaganligi ma'lum bo'ldi. Ravshan Komilovga elektr tarmoqlari xodimlari tomonidan tushuntirish ishlari olib borilgach, xonanda bugun ariza qoldirgan, deyiladi xabarda.